Xo'sh, mana. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Minecraft. Bugun videoga xush kelibsizlar. Mana do'stlar, dunyoga parazitlar tarqalgan, o'zinglar bilasizlar, bu 3-qism. Va bizda ovqat tugagan sababli men zaharlanmagan tovuqlarni topib o'rmondan olib kelyapman. Endi qishloqni bo'lib xursand qilamiz. Yo'q. Yana biror qaydan keldi? Yo, 10 minutgina ketuvdim xolos-ku. Ish qilib qishloqqa tegishmagan bo'lsa bo'ldi. Nima ovozi bu? Qishloqqa tirikmisan? Qishloqqa tirikmisan? Voy, bu nimaga? Qishloqqa, meni qo'rqitma. Yo'q, do'stlar. Qishloqqa. Yo'q. Hammasiga men aytolman. Yo'q. Yo'q, do'stlar. Yo'q. Yo'q. Qishloqqa, o'zingga kel. Yo'q. Do'stlar. Yo'q. U ham endi parazit. Endi nima bo'ladi? Hozir meni yeb qo'yadi. Yo'q. Uni otib tashlamasam bo'lmaydi, do'stlar. Yo'q, do'stlar. Qishloqqa endi yo'q. U bilan yaxshi hayot kechirishgan edik. Lekin u hayotimizdan chiqib ketdi. Do'stlar. Qishloqqa yaxshi yigit dedi. Endi u oramizda yo'q. Va men endi shaharga bitta o'zim ketadigan bo'ldim. Albatta ertaga. Hozir esa qishloq bilan o'g'lab kelgan tovuq go'shtini mazza qilib yeymiz deb turgandik. Men ulardan hammasidan o'ch olaman. Qasos olaman. Hali hammasiga javob berishadi. Hali hammasiga javob berishadi. Xo'sh, ovqat pishibdi. Va kech ham bo'lib qolibdi. Qani endi kech ovqat qilamiz va ertaga ertalabda yo'lga tushamiz. Juda ham mazali. Do'stlar, ertalabgacha bormanmi, yo'qmanmi? Kim bilsin, ertalabgacha. Yana ovoz kelyapti.
Yo-moyo. Menimcha tugadi. Yo'q, yana ovoz kelyapti qayerdan? Endi menimcha tugadi. Yarim tunda tinchlik yo'q. Ertalab bo'ldimi? Yo-moyo, hamma yo'q qon. Kechagi jangdan keyin nima bo'lsin yana? Bugun shahar bo'ylab yo'lga tushamiz. Xarita kerak emas. Bu yerda ovqat yo'q. Nonushta qilib shaharga yo'lga tushamiz. Mazza. Yaxshi qishloq edi. Mayli. Shaharga ketdik. Ancha yurdim. Quyosh ham asta-sekin ko'tarilyapti. Yo-moyo. Bu qanday uy? Do'stlar, qanaqadir kulba topdik. İçide biror kim bor shekilli. Qani. Mana bu nima? Peshni ovozi eshitilyapti. Tutuni ham chiqyapti. Uyda kimdir bor. Qanaqadir kichkinagina uycha do'stlar. Nima qilamiz? Kimdir bor. Yo-moyo, kim u? Ko'zi yashil bir qariya. Do'stlar, meni bu yerga kirmasam bo'lmaydi. Balki bizga yordam berar. Ovqati bordir. Sekin do'stlar, sekin. Kim u? Hoy yigitcha, kiraver. Men seni ko'rdim. Xo'sh. Qimirlamang. Eshikni yop. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nega bir o'zing kimsasiz o'rmonda daydib yuribsan? Yolg'izmisan? Ha, yolg'izman. Bu yerdan 5 kilometr naridagi qishloqni bilasizmi? Ha, esladim. 24-dеревня. Ha, o'sha yerda virus tarqalgan. Parazitlarmi? Siz buni qayerdan bilasiz? Buni butun dunyo bildi. Nima? Yo'q.
Afsuski bu haqiqat. Juda achchiq haqiqat. Ha. Sizning uyingizmi? Ha, meni uyim. Men bu yerda ovchi bo'lib ishlayman. Hayvonlarni ovlayman. Tushunarli. Mayli, men bo'lmasa keta qolay. Qayoqqa? Shaharga albatta. Hoy, u shaharni parazitlar egallab bo'lgan. Nima? Ha. Yo-mayo do'stlar, hozir. Nimasi bo'ldi bu? Do'stlar, shaharni ham parazitlar egallagan bo'lsa, biz shaharga qanday boramiz? Yo-mayo do'stlar, nimalar bo'lyapti? Hozir. Hoy amaki. Nima deysan? Siznikida 3-4 kun yashab tursam bo'ladimi? Ha, mayli. Okey. Hozir. Do'stlar, endi bu yo'q nima bo'ladi? Bu amaki rost gapiryaptimikin? Shahar bo'ylab hamma viruslar tarqaldimikin? Men shahardan ketayotganda hammasi yaxshi edi. Shunchaki qishloqda mojaro bor, shu yoqqa bor degin deyshuvdi. Ishqilib bu yog'i tinchlik bo'lsin-da. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu 3-chi qism edi.